Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. O'zgidromet bugun 6 dekabr, ya'ni shanba kuni kutiladigan ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat kechqurun biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Kechasi hamda ertalab tuman tushishi kutilmoqda. Shamol sharqdan 3-8 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-2 daraja iliq, kunduzi esa 9-11 daraja iliq atrofida bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi esa 2-7 daraja iliq atrofida bo'ladi. Buxoro hamda Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, -3 daraja iliq, kunduzi esa 8-13 daraja iliq atrofida bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Sirdaryo, Jizzax viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Toshkent viloyatida ba'zi joylarda kechqurun yomg'ir yog'ishi mumkin. Shamol sharqdan 3-8 metr sekund tezlikda esadi. Harorat 2 daraja sovuq, -3 daraja iliq, kunduzi esa 8-13 daraja iliq atrofida bo'ladi. Qashqadaryo hamda Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, ba'zi joylarda 2 daraja sovuqgacha, kunduzi esa 12-17 daraja iliq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, -2 daraja iliq, kunduzi esa 6-11 daraja iliq atrofida bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'lishi mumkin. Tuman tushishi haqida prognozlar ma'lum. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 1-6 daraja sovuq, kunduzi esa 0-5 daraja iliq atrofida bo'ladi. Shuningdek, tog'li hududlarda qor ko'chish xavfidan ogohlantirilgan hamda barcha fuqarolardan ehtiyot choralari ko'rilishi so'ralgan. Shuningdek, ayrim viloyatlarda 6-dekabrdan boshlab 8-10 dekabrgacha havoning ancha sovib ketishi kutilmoqda.